Okey, assalomu alaykum do'stlar. Assalomu alaykum. Bugün mana Silk War Legacy oyunda Hacker X bo'lib turnament modini o'ynaymiz. Okalar. Da olamiz buni. Hacker X bo'lib okalar. Hacker X emasda X deymi? X mana shu odam bo'lib mana o'ynaymiz. Xudo xohlasa mana Hacker X ga Hacker X, ya'ni menga hacker tushsa umuman zo'r bo'ladi. Mana inda qo'yib, Spartan avatarkasini olib boshlaymiz unda. Ko'ramiz. Menimcha eng qiyini Cyrus bo'lsa kerak. Yana bilmayman. Voy, men Cyrusni yomon ko'raman-da. O'ynab bilmayman, kim bunga master degan nom qo'ygan. To'xtaylar. Vampga o'zgartiramiz yoki shu elektrda vamp yaxshiroq. Vampda qo'yamiz. Undead'da qo'ysak, ichida zombi chiqib, mayli, shu vampda qo'yaveraylik. Mana buni ham o'zgartiringlar desangiz, o'zgartiraman Merikka. O'zimga ham yoqadi shu Merik haykali, oltin Merik. Ha. Birinchi tojni qo'yamiz Merikni. Bir kuchaytirib chiqamiz va o'yinni boshlab boramiz. Mana shu mod kimga kerak bo'lsa, shu videoga bitta 15 ta like, 3 ta kommentariy aytib bersanglar, men shu cheatni qanday ko'rish kerakligini o'rgataman. Men shu cheat ham nima qilib berishini ham o'rgataman. Bular nima qilib beradi? Xitoycha yozilgan, ba'zilar tushunmaysizlar. Nima qilib berishini o'zim tushuntiraman. Let's do this. CJ va o'yinni boshlab yubordik akalar. Ukalarimizimni umuman tez uradi. Shuni ham hacker deydi-da, akalar hozir. Mana ukazim, ba'zi bilan o'ldira olmaysan. Xuyet qilma. Okay. Ham mana shu ke. Nimangdan qo'rqaman? Qani o'zing aytchi. Nimangdan qo'rqaman men? Bo'ldi, gaz bir ham chekinding. Chekinmabdi. Spartan ba'zi bir ham ishlarning qahramon-da. Mana shu turnamentni ham tamom qilib olsak, avatarkalarni nima qilib berishini ham aytaman. Qaysi avatarka zo'r? Shunday aytib beraman. Shaun bilan o'ynashar ekanmiz va Cyrus bilan o'ynashamiz. Shaun va Cyrus bo'ldi. Yo'qlar. Hacker X'ning ya'ni hacker deb o'ylaydi. Hackerning haykali oltin Spartan. Hacker tushadi deb o'ylagandim.
Lekin chuchvarani 1000 marta xom sanagan ekanman. Necha daqiqa o'tdi? Voy, zapis ketmayaptim deb qo'rqib ketdim. Voy. Oy. Bulan yoramiz bilan yoramiz, okalar, yoramiz. Haki, uka. Hozir. Ukajonim yaxshimishan, omonmishan? Ukajonim yaxshimishan, omonmishan? Deyman bular, sizga bular sekin yurishiga qarang. Akalar, mana shu chitni o'tirsanglar, mazza qilasiz. Zombini даже o'ldirib olmayapti. Mana bu kalla shaykal turganni ishqilib yerni teshadiganni ana o'ksanglar 2 soat turadi zagruzka qilib. Hozir mana shu yesakini bordim. Endi nima bo'ladi? Hech qisi yo'q. Yolg'izlar hech qisi bor. Ey, iltimos, yerga tegurma. Bo'ldi akalar, Vesteyni ham yordik. Oxiri Cyrus. İggiydi. Shaun yutarmasmidi iggiyni? Hozir ko'raveraychi. Yo! Iggi yutargan Shaunni. Voy, men hali Shaun yutadi deb o'tiribman a. Uyaltirdi balabacha. Yomon uyaltirdi, yomon. Bitta qilichda yoraman men buni. Hali disfang bo'lsa-yu, umuman o'ldirib tashlayman. Gigantni 5 plus kattalikda qo'yib, durrama haykal sinib ketadi. Griffinni ham. Uka. Kerak bo'lsa men shu minerda ham yutardim. Qo'y shu oltinni qazib yuraversin. Bobojonimiz deb qirolga aytiladi. Nima, qilich yutmoqchi edik. Ukalar, Xenofonni katta qilsanglar boru, Xenofonni bilmaydiganlar uchun Sword Prastani, ya'ni qilichchilarning lideri Xenofon bo'ladi. Hozir montaj qilib o'tirmayman. Nimaga? Vatan uchun montaj qilib o'tirmayman. Umuman to'g'ri kelgani yo'q. Mayli, shu internetim yo'q akalar, shunga montaj qila olmayman. Mana Cyrus, ukajonim. Enajon, urma, yo'q. Akajon, urmang, urib nima qilasiz? O'ldirib nima qilasiz? deb yig'laysan hozir ukajonim. Shu yana bir narsa, o'zingizni eng yoqtirgan blogeringizni kommentariyada yozib qoldiring. Men uchun masalan 2 ta bloger bor. Ya 3 ta. Bitta amerikanskiy bloger, 2 ta o'zbekskiy bloger. Shu 3 ta eng yaxshi ko'rgan blogerim bor. Amerikanskiyni aytsam, Tik Nutless. Unchalik ham to'g'ri kelmadi-yu. Tik Nutless menimcha Amerikanlardan juda ham yaxshi bloger bo'lsa kerak. O'zbekistondagi blogerlarda esa Oripov Play va Fezot. Zapis ketyapti. Eng yoqqan blogerlarim shu. Voy,
Cyrus umuman o'ldirib olgim keladi seni. Mayli. Yana shu odatim boshladim bu iflos. Ye botka uka. O'zingchi umuman anavi bo'lib ketsan, sekinaylar ukalarim. Ba'zi bir ham o'lib ketasanlar. Bu yerga kel, spertim bor yo'lga. Ke. Setim bormi? Hakkeriyatdan zo'rmisan? Yo'q, zo'rmas. Vay, men bularni o'ldirmay. Nervni o'ynab oladilar. Ichidan zahar atuvchi zombi chiqadi. Nervni o'ynab o'ladilar okalar. Eshik taqilib qoldi. Okalar, mana do'stim masda akam kelibdi yonimga. Akam maskida qarindoshim kelibdi yonimga. Nima desam bo'ladi? Buni ham ko'rdik, endi navbat avatarkalarning ma'nosini, ya'ni kuchini aytishga keldi. Griffin, o'zingmisan? O'zingmisan Griffin? Ye. Erkakmisan? Erkaklarga o'xshab urish. Yo, erkaklarga o'xshab. Urish erkaklarga o'xshab. Erkak bunga qaraylar. Bor, chekin. Hozir ko'rsataman senga. Griffinmidi? Endi menda Griffinning dadasi bor. Endi nima qila olasan? Qo'lingdan nima keladi? Aytchi. Ana o'ldimi yo'q? Nima kela oladi qo'lingdan? Nima kela oladi ukajonim? Griffin's great oldimi? Aytishiga qaraylar, men hech qachon streamda o'lmayman, ya'ni jonli efirda o'lmayman, teleportatsiya qilsa. Cute chiqaribsan? Shu ikkisidan ham zombi chiqdi. Cute-dan zahar otmas zombi. Antiqa-yu. Qara, haykaling bilan xayrlash. Endi navbat avatarkalarning ismini aytish. Video zapis ketyapti. Avatarkalarning ismi, ma'nosi hozir. Mana Maynerning avatarkasining kuchi feeling abu gold gives 10%. Mana boshlanganda shu nima desam bo'ladi, qancha tanga berilsa, shunga 10% oltin qo'shib berilar ekan, ham 10% orqasida ko'tarib yuradigan oltinlarni soladigan papkasiga ko'proq oltin sig'ar ekan. Sword Rust build 20% faster. Agar shu Sword Rust qilichchining avatarkasini qo'ysangiz, u 20% ga tezlashar ekan. Ya'ni qilichchi 20% ga tezlashar ekan. Also controlling actions do more damage, 365 more damage. Agar mana shu kamonchini o'zingiz boshqarib, boshqa birovlarga otsangiz, masalan, men bu kamonchi avatarkasini tanlamasdan spertinga 10 dan ko'p marta otib spertimni o'ldirishingiz mumkin, qalqonini tutmasa. Agar bu avatarkani tanlab kamonchini o'zingiz boshqarsangiz esa 5-6 ta o'qda shu spertimni o'ldiradi. Spertons dragon zero to 1 spares after 10 seconds. Mana shu
nayzasini o'tasiz-yu, oddiy mana shu avatarkani tanlamasdan o'ynasangiz, bu nayzani otgandan keyin nayza qaytib kelmaydi. Qilichda urishadi bu. Qilich va qalqonda urishadi. Agar mana shu Spartan avatarkasini tanlasangiz, uning nima desam bo'ladi? Nayzasi qaytib o'ziga keladi. Magic Heal have double heals and create 2 minions at time. Bir vaqtda ikkita qilichni chiqara olar ekan Magic Heal. Giants block every dirt hit cost 25% less and build twice as fast. Men qo'lda ko'tarib yurgan narsasini tezroq urib olar ekan. Men bu odamni. Bo'ldi. Spartandan qo'yib boshlavoramiz. Shu bilan akalar videomiz tugadi. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosib obuna bo'lib qo'yasizlar. Juda ham katta foyda bo'lardi. Men uchun albatta. Agar shu aytganimdek men ham zo'r blogerlarga o'xshab o'ynagim keladi. Video olgim keladi. Shuning uchun iltimos kanalga obuna bo'lib, videoni yuklab olsangiz, kommentariya yozsangiz, shu anavi qilardim. Nima qilardim? Ish qilib akalar yaxshiroq video chiqarardim, motivatsiya bo'lardi menga. Video yoqqan bo'lsa, yana aytib o'taman. Obuna bo'lib, like bosib, qo'ng'iroqchani ham tik qilib bosib qo'ysanglar, hamster kombat bosar deylar-yu. Shunga o'xshatib bossanglar, umuman zo'r bo'lib ketardi. Video tamom, xayr.